Assalomu alaykum. Mana qishda bekor o'tirmay deb ekib qo'ygandim. Ko'karib juda chiroyli bo'lib qolishdi. Chesnok, piyoz, ko'chatlar mana chiqishni boshladi. Gul ko'chatlar. Har xil turlaridan bor. Hatto mana dollar gullarni barglaridan ham ko'chat qilib qo'ydim. Xudo xolasa ular ham ko'karib chiqadi inshaalloh. Bularda har xil gullarda, limonlarda, mandarinlarda, fikuslarda ko'chatlari bor. Tayyorlab qo'yganim. Bu yashillarda ham har xil gullarimiz bor. Mana karalarimiz ochilishni boshlab qoldi. Atir gullardan ham ko'chatlar qilganman. Bularda hammasidan spatifilumlardan, antiurumlardan, bunda boshqa har xil gullardan bor. Issiq. Mana shu quyosh tushadigan verandamiz, ya'ni ayvonimiz, yopiq ayvon albatta. 2 qavat ichkaridan, tashqaridan yana salafan bilan qoplangan. Qishda xona gullarini saqlash uchun qilgandim. Baribir joy qo'ygani uchun ko'rsanglar, boshqa narsalarni ham mana 2 etash qilib, 2 qavatli qilib, bu yerda pavloniyaning ko'chatlari ham tomirlardan ekib qo'yganman. Yaqin kunlarda chiqadi. Urug'larimiz chiqishni boshladi. Nima topsam ekib qo'ydim. Xudo xolasa bahorgacha, yana 1 oy ichida hammasi tayyor bo'ladi. Giranlarni kattaroq tuvakka ko'chirganlarim, albatta ko'chirilmagan hali salafan qopchalarda ham turibdi. Bu tomoni tol gullar, oleandr ko'chatlari bilan qilingan. Hozircha uyda hech kim yo'q, bekor yotmasin dedim. Mana gullarimiz, har xil gullarimiz bor. Albatta bular bahorgacha tayyor bo'ladi. Mana bular ham albatta. Mana shu dollar gulda barglaridan ekib qo'yganman. Bular ham albatta unib chiqadi. Qalay, sizlarga yoqdimi? Bekor o'tirgim kelmadi. Sovuq kunlarda ekkandim. Aynan dekabrdan boshlab ekkan bo'lsam, shu uyga qo'ygandim. Hammasi hozir avj olishni boshladi. Bu yerda mana ananasda ekkanim bittasi tutdi. Qolganlari to'g'risi suvga solganlarim yaxshi bo'lmadi. Yana bilmadim endi, balki tomiratib qolar. Bular bargi tomoshalardan qilingan ko'chatlar. Juda ko'p. Buni ichida mini teplitsada bugenvilla hamda jasmin gullarini ko'chatlari